Navbatdagi savol. Bir musulmonni kofirda haqqi qolib ketgan bo'lsa yoki buning aksi bo'lsa, oxiratda u kofir bo'lgani uchun na savobini bera oladi, na unga musulmondan savob olib berilsa, unga foydasi bo'ladi. Oxiratda musulmon bilan kofir o'rtasidagi haq qanday olib beriladi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Ya'ni musulmonga uni kofirda ajrini olib beray desak, ajri bo'lmasa, musulmon kishini gunohini unga olib beriladi. Ya'ni musulmon kishini gunohi kamayishi ham katta yengillik bu. Ya'ni kofirga gunohi olib beriladi. Endi kofirning gunohi o'zi yetarli, kufr bilan birga. Yana buni gunohi bo'lsa, uni yana ham do'zaxga chuqurlashtiradi, azobni kattalashtiradi. Ya'ni bu savob bilan bo'lmasa, gunoh bilan ham bo'laveradi. Agar kofirga olib berish kerak bo'lsa, kofirga, ya'ni musulmon odamni kofirni gunohi yengillatilsa, baribir kofir do'zaxdan, chuqurdan sal mundayroq joyga chiqishi mumkin. Masalan, Abu Talib haqida aytilganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ralingan, Abu Talib men sizga shuncha yaxshilik qilib, sizni himoya qilib yurardi. Biror foyda keltira oldingizmi shu Abu Talibga deganda, ha, men shafaatim bilan Abu Talib do'zaxda eng yengil joyiga olib chiqib qo'yildi. To'pig'igacha bo'lgan olovda turadi. Shu to'pig'idan azobda miyasi qaynaydi. Agar meni shafaatim bo'lmaganda edi, do'zaxda to'rida bo'lardi deganlar Rasululloh. Bu eng yengil azob, Alloh asrasin. Lekin chiqmaydi do'zaxdan. Demak, kofirlarda azobi ham pastga qarab ketaveradi. Shunday, ya'ni kofir odamga haqq olib berganda o'sha gunohdan olib berishi, kofirning gunohi yengillatiladi. Musulmon odamdan kofirdan musulmonga olib bermoqchi bo'lsa, olib berayotgan narsasi yo'q bo'lsa, musulmonning gunohi unga olib beriladi. Vallohu a'lam.